Xo'p, assalomu alaykum YouTube Chorvoyamchi ishqo'z akalarim. Xudo xolasa bugun 11-iyun haftani shanba kuni biz xudo xolasa o'sha Trenddagi katta firmamizdagi o'sha million suda bo'layotgan firmamizdan yana o'sha reklama jarayonlarimizdamiz akalar, xudo xolasa. Video boshlashimizdan oldin iltimos sizlardan bir dona like, bir dona podpiska, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishlarini so'raymiz. Bu sizlar uchun bilmadik-ku, lekin biz uchun juda ham katta natija, juda ham katta bir motivatsiya, bir videomiz keng tarmoqli bo'lishiga o'z hissangizni qo'shib qo'yasiz degan umiddamiz akalar. Biz xudo xolasa ketdik. Akalarım, bu firmada ishlar qizg'in pallada. Silos qoplanib, dashi ulgumayapti akalar, ulgumayapti. Bugun ertanmanda hozirgi videomiz taxminan 7:30-8 oralig'ida videoga olyapmiz. Shu ertanmagi natijamizni shuncha silosimiz bor xolos akalar. 10 ta, 12 ta, 15 ta ayollar ishlayapti, lekin akalar ishlarga zakotovka qilib chiqarib berishdan to'xtamayapmiz. Shuncha odam bo'lishiga qaramasdan ulgurmayapmiz akalar. Akalarim, suv chiqadimi deb o'ylangan akalarga bu 18 kilolik qopdagi silos nima deyapti akalar? Gabarit nima deyapti? O'z ko'rib prosta bir baho berib qo'yasizlar akalar. Mashi holati 18 kilolik. Agar suv chiqsa, mash qanchalik desam bo'ladi? Bir yarimidan u yog'i suv, yarimidan bu yog'i silos. Kelta siloslar doim yarim teorimda bo'lgan akalar. Suv chiqmaydi, qora qurasi yo'q, po'pinan yo'q. Holatlari o'zi ham ideal holatda akalar. Adresimiz Andijon viloyati Ulug'nor tumanida joylashgan Sarisuv. Yaziyondan kelishda 15-16 kilometr, Namangandan kelganda 3 qiz haykaldan Yaziyon tomonga qarab yurganda gideta bir 5 kilometr bu yoqda juda ham katta firmada joylashgan bu adresimiz akalar. Akalar 3 kun 4 kundan keyin videoni ko'rayotgan akalar. Silos qoldimi deb o'ylanayotgan akalar. Bexijolat 24/7 aloqaga chiqing, sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar uchun siloslarimiz bor. Zakotovkalarimiz tayyor va biz sizlar uchun xizmatlaringga biz tayyormiz. Aloqaga chiqing, svязga chiqing. Ekrandagi telefon raqamlariga darhol bog'laning akalar. Hammamiz ob'yom juda ham katta. Boringki hozir bir 80% tugatgan bo'lgan taqdirimizda ham bir 20% bor bu yerda bir 500-600 tonna nari ver, 1000 tonna ham abag'da bor. Nari tomonlarda ham ko'rsatamiz, u tomonda ham yana davomi bor inshaalloh akalar. Bilmasdan shuning uchun telefon qilaverasizlar. Sizlarga hamma yo'q shu firmani yoritib chiqamiz akalar. Laykni bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Faqatgina temamiz silos haqida emas. Bu mashinamizga ham 120 ta qo'qonga qilib beryapmiz akalar. Ertamadamda bizdan oldin kelib kutib turgan ekan. Voy mashaalloh degan joy akalar, mashaalloh degan joy. Mana atrofiga e'tibor qilmaysizlar, sababi shunisi. Pivasini qo'rshatib qo'yayotgandir, lekin ichki qismiga prosta akalar baho bering. Sariqligi o'ta ham ideal holatda akalar. To'g'ri doni zo'r ko'rinmasdir, lekin silosimiz sifati o'ta ham nomerdan chempion akalar. Quruqligi holati rasamolga bir yem bo'ladigan holatda. Odamni bo'yi yetmaydi akalar. Buni sariqligini qarang. Ko'ring, prosta ekranda bosing, like bosing. Doni bormi deydilar, doni ham bor akalar. Akalar, hammani qiziqtirayotgan savol. Silosimiz narx-navosi 18,5 ming so'm 20 kilogramm, 17,250 so'm 18 kilogramm. Darhol ulgurib oling. Ixtiyorat telefon qilaverasizlar ekrandagi raqamlarga. Bu silosdan ham ko'ra hammani qiziqtirgan savol bu mollar akalar. Nima deyapti mollar akalar? Kommentariyaga kirib mashaalloh bizga ham nasib etsin. Kamida ekranda bosayotgan akalarimiz, ukalarimiz uyda 10 ta 10 tasidan bo'lsin akalar uyda. Ekranda bosib bizga ham nasib qilsin deb qo'yinglar akalar kommentlarimizga. Izohlarga o'zdan javob bilan qoldiringlar. Savol akalar, bir menda mashina molimiz tanavazi so'yilmagan holatda trimazni necha kilo chiqadi deb o'ylaysizlar akalar? Bay. Hammamizga nasib qilsin jigarlar. Hammamiz uyimizda kamida 10 dona shunaqangi buqalar turishni nasib qilsin akalar.
Like'ni bosib do'stlarga borib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Biz o'sha fermada mehnatdamiz. Badabum.